Diqqat, aholiga tezkor xabar. Kichik biznes uchun soddalashtirilgan soliq tizimi chegarasini 5 milliard so'mgacha oshirish taklif qilindi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Shavkat Mirziyoyev kichik biznes subyektlari faoliyati uchun yanada qulay iqtisodiy va ma'muriy sharoitlar yaratishga qaratilgan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Unda kichik biznes uchun soddalashtirilgan soliq tizimidan foydalanish chegarasini 1 milliard so'mdan 5 milliard so'mgacha oshirish taklifi qilindi. Qayd etilishicha, bugungi kunda kichik biznes subyektlari yillik tushumi 1 milliard so'mgacha bo'lsa, soddalashtirilgan soliq rejimida ishlaydi. Ushbu chegaradan oshgan esa qo'shilgan qiymat solig'i hamda foyda solig'i to'lashga o'tadi. Ma'lum qilinishicha, amaldagi 1 milliard so'mlik limit 2019-yilda belgilangan. O'tgan yillarda narxlar sezilarli oshganligi sababli ayrim tadbirkorlar ushbu chegaraga yaqinlashganda aylanmani yashirish, chek bermaslik yoki biznesni bir nechta subyektga bo'lish amaliyotiga o'tayotgani qayd etildi. Shu munosabat bilan 2026-yil 1-iyundan kichik biznes uchun umumiy soliq rejimida o'tishdagi chegaraviy miqdorni 5 milliard so'mgacha oshirish taklif qilindi. Taqdimotda umumiy ovqatlanish, savdo va xizmat ko'rsatish sohalari uchun QQS to'lashning soddalashtirilgan tartibini joriy etish tashabbusi ham ilgari surildi. Unga ko'ra, tadbirkorlar ixtiyoriy ravishda 6% lik QQS stavkasini qo'llab, foyda solig'idan ozod qilinishi yoki amaldagi umumiy tartibda ishlashni davom ettirishi mumkin bo'ladi. Ta'kidlanishicha, ushbu o'zgarishlar kichik biznes uchun soliq hisoblash va to'lash jarayonini soddalashtirish, ma'muriy yukni kamaytirish hamda aylanmalarni yashirish va biznesni sun'iy ravishda bo'lish holatlarini qisqartirishga xizmat qiladi. Do'stlar, shu va shunga o'xshash videolardan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.